Assalomu alaykum aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aka-ukalar. Xudo xohlasa yana bir high-tech fasodli bosma lisli darvozamizni Farg'ona viloyati Rishton tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Xudo xohlasa darvozamiz joyiga zo'r o'rnadi. Xo'p, darvozamizni eni 3,5 metr bo'ldi, bo'yi 370 bo'ldi akalar. Stoykaliklari 8 ga 8 1.7 stena bo'ldi. Rama profillari 6 ga 4 1,5 stena bo'ldi. Listlarimiz pechat list bo'ldi, 1.3 bo'ldi listi qalinligi. Hamma joylariga nejavika qilib berdik, qora nejavikadan. Xudo xolasa kvadrati darvozamizni 1 kvadrat metrini 750 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Jami summasi 10 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Mashina kirib chiqadigan joyini 8 lik shiviller qilib berganmiz. Xudo xolasa uyaltirmaydi darvoza. Tepa qismini lazer fasonda ochiq qilib berdik. Egalarini Xudo xolasa zo'r tushdi darvoza joyiga. Orqa tomonlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Orqa tomoni tekis bo'lgan. Xudo xolasa 60 sm joyi ochilmaydigan joy bo'ldi tepasi. Darvozamiz bo'yi balandligi uchun pramok qilib berganmiz tepasiga. Zamoklari o'sha yaxshi qora zamok, sitimol zamokdan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa ancha yil garantiyasi bor buni. Darvozamiz kraskasiga kelsak, o'sha avtomobilni GK2 kraska sepib berganmiz. Tagida qora kraska, Gramatex. Xudo xolasa darvoza zo'r tushdi joyiga. Akalar, ukalar, kimga shunaqa darvoza, reshotka, naves, perilla xizmatlari kerak bo'lsa, ekranning pastki qismiga telefon nomerimizni qoldiramiz. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga dostavka ustanovka xizmatimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar akalar, ukalar. Agar ishimiz, mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.